Yana uxlab qoldim ha. Voy kelin poshsha, namicha uxlayverasiz ha. Erim komandirovkaga ketdi deb 9gacha uxlash nechun bo'lyapti? Voy, oyijon uzr, bilmay qolman. Voy, qatdan quyosh chiqib qopti. Kelinimga voqli turib qoptimi? Kelin? Baribir kelinimni odam qilaman dedimmi? Ana, odam qildim. Voqli turishga o'rganibdi mana, xudoga shukr. Oyijon, turdingizmi? Nonushta tayyorlab qo'yganimga ancha bo'ldi. Uxlab yotgan ekansiz, uyqungizni buzgim kelmadi. Bemalol choy iching, xo'p oyijon? Hop. Allo, Aziza opa. Bugun soat 11da gapimiz bor edi. Qatlarda yuribsiz? Voy, soat 8:30 bo'ldi-ku endi. Voy, yo'q opa, soat ishda o'tirib qolgandir. Mayli opa, tezroq keling. Kelin!